Bekorga yalmog'iz oppoq-oyni o'ldirish uchun qizil olmani tanlamagan. Chunki qizil olma anchagina zararli. Qizlar, agar ozmoqchi bo'lsanglar, yashil olmani tanlanglar. Kletchatkaga boyligi uchun sizlarga anchagina uzoq muddat to'qlik beradi va ichaklarni zo'r tozalashda yordam beradi. Sariq olmani esa kaloriyasi o'rtacha hisoblanadi. Vitamin C ga boyligi uchun sizlarning immunitetinglarni zo'r oshirib beradi. Qizil olma esa kaloriyasi yuqori, sababi shakari ko'p. Shu uchun ham ozmoqchi bo'lgan insonlarga men tavsiya qilmayman. Qizlar, men sizlarga hozir faqatgina olma haqida ma'lumot berdim. Ya'ni ozmoqchi bo'lsanglar yashil olma, vazninglar normada bo'ladigan bo'lsa sariq olma, agar semirmoqchi bo'lsanglar qizil olma. Bundan tashqari mevalarni qaysini nonushtada, qaysini obedda, qaysini kechki payt yeyishni bilolmayotgan bo'lsanglar, men sizlar uchun glikemik indeks haqida Telegram yopiq kanalimda darslik tayyorlab qo'yganman. Bu darslikni olish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldirsanglar, men sizlarga direct orqali Telegram yopiq kanalimning linkini yuboraman.